Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, vatandoshlar, chorva foyda kanalimiz obunachilari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi 2025-yil 21-dekabr. Andijon viloyati Marhamat tumani Altepa MFZ Ziyokon mahallasi 5-uydan syomkamizni boshlayapmiz akalar. Sizlarga ilingan akalar bitta Estonimiz bor. Estonga semental gibrid akalar. Xudo xolasa akalar, mol o'ta kuchli narsa. Bo'ylari 1.35, old tomoni, orqa tomoni 1.45 qildi aynaqa. Xo'p, akalar, molimizni suti boqilgan kuni, yaxshi boqilgan kuni 10 litr, o'rtacharoq boqqan kunlari akalar 8 litr rovna suti bor ekan. Dehqon odam fermadan olib chiqamiz. Aytganimdek, kecha va'da qilingan fermadagi molimiz yetib keldi akalar. Bitta molimiz yangi xolos. Xo'p, akalar, aytganimdek, molimizda akalar qonida 1 oylik gumoni bor. Fermani moli akalar, xudo xolasa. Xo'p, oma akalar sog'ilishlari ochiq aytaman, o'ta ham mayin ekan, to'g'risi. Paxta ekanda, xolos yerinlari. Kejajon, to'xtab tur. Pistir. Ke. Jonivor. Mo'g'alas chiqishlar akalar. Tutinglar. Akalar, mol olaman degan odam bormi? Sut qaranglar chiqishini. Ketma sopib bo'lsa mayli, hali bu yilini orasini qarang, orasini akalar. Molni hozir bitta yuvib netib iliq suvda idira sog'ib ko'ramiz akalar. Molni tishi akalar bir yalagan. Tishini ochishga harakat qilamiz. Inshaalloh akalar, nasib qilsa ko'rsatamiz. Hozir baquvvatlik qilmasa molimiz, bitta sherik chaqiramiz, xudo xolasa akalar. Sizlarga akalar molni tishini ochib beramiz. Akalar, molni bo'yi aytganda 1.35. Uzunligi uzun, orqa tomonlari keng, to'ri yelin 4 joyda 8 litr sutga aytamiz. Egasi aytdi, ukadada ichi ko'proq yem yeb qo'ygan kuni dedi 10 litr sut beradi. Xo'p, akalar, molimiz kichkina mol emas, kichkina ko'rinayotgan bo'lsa tag'in nima qilmaylar. Molni hozir shuni yetalab, agar bunday kalatni ko'taradigan bo'lsa, mol akalar ishanglar. Men eplay olmaydigan darajadagi mol ekan xullas. Endi ancha-muncha odam eplay olmaydi katta molni, bilasizlar aka, tuyaqlari. Akalar, baquvvatlarni ko'rib turasizlar, orqa oyoqlari. Mana. Jigarlar molni ko'rib baho berib, telefon qilinglar sirazi yetkazib berish bizdan akalar. Orqa tomonlarini pachkaligini ko'rasizlar, pachkaligini akalar. Mashalloh deb qo'yasizlar akalar. Jigarlar fermani moli. Xo'p, jichcha qarov qolsalar agar bitta molni olib qolib, xo'p, qonida 1 oylik gumoni bor. 1 oy bo'lgan qo'yilganiga 8 ta sut, xullas akalar, bilasizlar, Eston sementallarda akalar bilasizlar o'zlaringiz endi. Mana, qaymog'i zo'r bo'ladi. Akalar, xullas yolon narxi 32 million so'm akalar. Kami bor, aloqaga chiqinglar. Nima deysizlar akalar? Mana. Telefon qilinglar akalar. Bemalol aloqaga chiqinglar. Hozir men sizlarga sog'ib iloji boricha tishlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir 1 minutda akalar, tishini ko'raylik deganlar bo'ladi, baribir. Akalar, hozir men sizlarga tishlarni ochib berishga harakat qilaman. Xudo xolasa ochib beraman, inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Kejajon. Akalar, xudo xolasa tishini ochmodim, lekin tishlari zo'r ekan. Molimiz akalar, xudo xolasa 4 ta yo 5 ta tuqqanmi, 4 ta tuqqan yo'laveradi. Egar sotadi, chunki. Xo'p. Akalar, buni sog'ilish jarayonida ko'rsataman sizlarga, xudo xolasa. Ya Allah, o'zingizga shukr. Xullas akalar, mol olib maza qiladigan mol ekan, jigarlar. Qarab turlar, ko'rsataman sizlarga men. Yaqinroq olib berasizlar. Hozir yerlarni tozalab olsam men hisob beraman. Aka, katta mol so'rayapti deysiz siz. Qarang mana shu molni, jigar. Mana. Suti bo'lsin, mol kichkina bo'lmasin deganlarga akalar. Akalar, xudo xolasa molimiz bor-ku. Boqilib tursa mana shu molimiz, inshaalloh. Kimdir olsa, nasib qilib. O'g'ri nasib. Kimga nasib qilishini bilmayman. Lekin bizda turmaydi akalar mol. To'g'risini aytaman. Ochiq aytaveraman, bizda mol turmaydi akalar.
Mol siniq akalar. Bunaqa mol akalar bitta gap aytaman-da. Ey. Bunaqa mol akalar. Nima endi qadar qancha kelarligini. Mol qayerda? Shu tushlar qarang. Hali ingan yo'q akalar. Biz uyga moslashgan yo'q. Ey jonivor. Men to'g'ri bitta ko'rib qo'y, keyin ham sog'ishda sog'ib. Ha jonivor, jonim sog'sin, tek tur. Yalla. Hop. O'g'aylar mana. Otgalar to'g'ri joy olsin-da. O'g'aylar. Mana tomondan chiqayotgansizlar akalar. Mana. To'g'ri chegini bor-ku. Ozoq ekan xullas. Xullas sog'ishoradi o'zlari. Biz mol soqqani yo'qroq ekanmiz aka. Lekin ushasanglar bor, ushasanglar sutda. Shunday. Bu yelini bor, shuni ushasanglar sut to'kilar ekanda. Mana qaranglar. Mol endi yeyapti akalar. Tek. Yurolma. Hey jonivor. Oxirida chiqib o'tib bor ekanda akalar molni. Shuni hisob, mol o'ta yuvosh. Bexijolat. Chunki egasi agar joyim chatar bo'lmasdan o'tlarim yetarli bo'lganda bu molni hali 20 yilda qardim dedi-da. Xullas akalar sut qo'yar ekan. Sog'aylar o'zlaring tezda. Jigarlar, xo'p, mol sog'ish bo'ladi o'zlari. Bexijolat. Xullas bunga umuman hech narsa kerak emas akalar, xudo xolasa. Hamma yo'q zakonli molda. Inshaalloh akalar mol zo'r. Xo'p, keyingi aka mol mana bitta aslatgan molimizdan bor, mana ko'rib turibsizlar. 14 million dedik, sotiladi bu ham. Ana molimizdan bitta akamizga berdik, ichi kichikroq ekan edi. Mayli dedik, qaytdi. Bu akalar 19 kami bor. Bu 7 oylik, mana uning suti bor, 4-5 litr. Akalar mana Estonni sog'ilishi bor, semental bilasiz, Estonni gibrid sog'ilishi. O'ta ham kuchli ekan. Ovozi shovo chiqyapti mana. Sog'isha biladigan odam o'zi sirraz akalar, xudo xolasa sog'ib oladi-da. Akalar mana oq boshimiz 7 oylik bo'g'ozimiz kala tomonlari. Mana oli arzon molimiz kala tomonlari. Jigarlar, mana shu mol ham qochib qo'ygan o'xshaydi, xudo xolasa. Endi qisirga xotiraman men lekin. Akamizga bersak buni bu talab bo'lib qoldik, bo'g'ozga almashtirib bering, bo'g'ozga almashtirib ketdi. Nasib. Kimga nasib qilib qoladi bu ham. Nariga ham zo'r mol, bu ham zo'r mol akalar, xullas. Xo'p, jigarlar. Hozir men Eston ko'rataman, Estonslar old tomondan. Akalar, Estonimizning kala tomonlari. Xudo xolasa akalar, hozircha 5 litrdan oshiq sog'ildi. Yana bir joy tanlab, joyida sal moslashib olsin. Kech payt yana sog'ilnaveradi agar egasi chiqib ketmasa kech paytgacha. Molimiz lekin akalar katta narsa. Aytganimdek o'ta katta. Xudo xolasa qochib qolgan bo'lsa, Xudo beradi akalar. Inshaalloh qochib qolgan bo'lsin. Tishlarini ko'rsatdi akalar. Mana mollarning tishlari yaxshi, 8 kurak, nariga 8 kurak. Akalar mol katta narsa, o'ta. Oylamash mol, maslahatim. To'g'risi, mana yerga qarab turgan holatda shunchalik turinibdi. Agar buni hozir shuni tepaga ko'taradigan bo'lsam, menga kallasini. Yetalaydigan bo'lsam, molni akalar ko'rasiz keyin. Yetalayveramiz qator. Akalar molni oyoq qo'llarini qilganlar ko'rsataman. Bak. Mamaki. Ondan gelir ve canavar. Peki. Arkadaşlar, dur tamam. Bu ova iploruna derecede. Peki. Oh. Hadi canım sağ ol. Akalar molimiz doğalasa 1.35 boyları. Gel. Muşkutlardan yiyapti. Muşkut bor, muşkut. Yomon hol ekan. Kelin bak. Oxirdan kelar so'ramaysan, oxirdan kelar. Molimizni sog'ib olib yetalayapmiz. Yerinlarni ko'radiganmiz. Sizlarga. Bor mayt egasi bizdan borni aytyapmiz. Yaxshi vaqtda 10 ta, hozirgi mahal 8 ta suti bor ekan. Hop, akalar bunaqa molni hop chiqyapti, ko'ryapmiz yuzlarda akalar. Hamma ko'ryapti bunaqa mollarni.
Xo'p, yelinini faqirday qilib dinlab chiqaryapmiz, haqiqatdan hamma ham. O'zimiz ham qilamiz kerak bo'lsa, lekin men aka to'g'ri aytaman, molni hamma joyini maqtayman, lekin sutini maqtamayman akalar. Nimaga? Bu akalar suti bor, sizlar yedirasizlar, mol sutini olaverasizlar. Yedirmasanglar mol sut bermaydi hech qachon. Mana shu molni olib yediringlar akalar, kim boqadi mana. O't yemim ko'p meni. Manaqa katta mol boqaman degan akalarga tavsiya qilaman. Molni sog'ilishlari, sut ishlari, to'kilishi o'ta go'zal ekan akalar. Xo'p, jigarlar aloqaga chiqasizlar. 91 607 0414 ga aloqaga chiqinglar. Savdo qilib olaylar akalar. Xudo xolasa akalar, bunaqa mol akalar. Har zaman kelavermaydi, hammani qo'liga. Sog' bo'lasizlar akalar. Chora foydaga obuna bo'lib qo'yasizlar.